Kecha qaynonajonim tug'ilgan kunlari edi. Bir kun oldin hamma joylarimni supurib, artib, uborka ishlarimni qilib oldim. Menimcha juda ham ko'pchilik birinchi qiladigan ishi hamma joylarni tozalab olish bo'lsa kerak. Menga yozishadi, qanaqa qilib katta uyni bunaqa toza tutish mumkin deb. Ishoninglar qizlar, bu narsani umuman ilojisi yo'q. Uylarni har kuni tozalayman, lekin farzandlarim bog'chadan, maktabdan kelishgandan keyin hamma joy to'zigan holatiga qaytadi. Ishonasizlarmi, uborka ishlarimni posle holatini kuzatish juda ham yoqadi. Menimcha bu narsa juda ham ko'pchilikka yoqadi. Uborka ishlarimni tugatib, uyga kirib Napoleonga xamir tayyorladim. Un bilan margarinni urg'u holatiga keltirib olaman. Qo'l kuydiradigan muzdek suvga burdona tuxum, uksus solib, xamirlarni bir-biriga biriktirib 8 zuvalaga bo'lib olaman. Zuvalalarni yoyib, konvert qilib o'rab, xolodilnikka qoldiraman. Tvorojnik uchun xamirini videoni tagiga yozib qoldiraman. Umuman olganda hamma retseptlarimni yozib qoldiraman. Tvorojnik va Napoleon retseptlarim asosida juda ham ko'pchilik zakaz olib, zakazga tayyorlab berishayotgan ekan. Yolg'on bo'lmasin, tarteletkani birinchi marta tayyorlayman. Pechonisi shunaqangi zo'r chiqdi. Buni ham retseptini yozib qoldiraman qizlar. Zakazga bemalol tayyorlasanglar bo'ladi. Qizlar, pessochniy bo'lib shunaqangi zo'r chiqdi. Menga obuna bo'lib, kuzatishda davom eting. Videoning qolgan qismini keyingi videolarimda joylab boraman.